Bugun sizlar bilan to'y hasham, tug'ilgan kun tadbirlarda uyaltirib qo'ymaydigan juda ham mazali massa va retsepti bilan bo'lishaman. Qo'y go'shtining 2 xil qovurg'a va lahm joylarini videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Qovurg'a qismini yog'ga tashlab, qizartirib, qovurib olamiz. Mayda to'g'ralgan piyozni go'shtni qovurgan yog'imizda oltin rangga kirguncha qovuramiz. Qo'y go'shtining lahm joyini solamiz, qovurg'alarni solamiz, tuz, ziravorlar va qora murch berib ozgincha qovuramiz. Savizni 2 xil bulg'or qarampiri va ukropni juda ham mayda shaklda to'g'raymiz. Sababi massamizning rangi va mazasini juda ham chiroyli qilib berish. Sabzavotli aralashmani solamiz va ozgincha qovurib olamiz. Chesnok, juda ham oz miqdorda tomat pastasi, pomidor va kartoshkalarni solamiz. Keyin bo'lsa mol suyagidan oldindan tayyorlab qo'yilgan bulyonimizni massamizga solamiz va 2 soat davomida juda ham past olovda qaynatamiz. Massamiz shira tortguncha boshqa qozonda guruchini tayyorlab olamiz. Qizigan yog'ga guruch solamiz, qovuramiz, tuz solamiz, qaynagan suv solamiz va 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Natijada juda ham mazali chiqqan guruch ham, massamiz ham tayyor bo'ladi. Albatta buni qishirali, shirin chiqqan massavani shu taomni tayyorlab berish kerak bo'lgan yaqiningizga jo'nating. Ijod va mehnatni qadrlab, massamiz yoqqan bo'lsa, bir dona like qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lamiz.